Qanday funksiyalar asosiy matematik hisob-kitoblarda ko'proq ishlatiladi? Xo'p, bu yerda ozgina misollar bilan kodlar, ya'ni funksiyalar keltirilgan. Funksiyalarning qanaqa yozilishini, tartibini ushbu videodagi tagidagi izohdan o'qib olishingiz mumkin. Xo'p, Excel'dan matematik hisob-kitoblar uchun eng ko'p ishlatiladigan funksiyalardan biri sum. Sum bu belgilangan kataklardagi diapazondagi barcha sonlarni qo'shib beradi. Average bu belgilangan diapazondagi sonlarning o'rtacha qiymatini aniqlab beradi. Min bu belgilangan diapazondagi eng kichik qiymatni aniqlab bersa, max bu belgilangan diapazondagi eng katta qiymatini topib beradi. Count bu belgilangan diapazondagi sonlar katakchalar sonini sanab beradi. Product bu belgilangan diapazondagi barcha sonlarni ko'paytiradi. Round bu sonlarni ma'lum darajada yaxlitlaydi, misol uchun 2 xonagacha. ABC bu sonning mutlaq qiymatini qaytaradi. Maxfiy son bo'lsa, musbat songa o'zgartiradi. Sqrt bo'lsa, sonning kvadrat ildizni hisoblaydi. Power bo'lsa, sonning darajasini hisoblaydi. Misol uchun 3 ning 2-chi darajasi 9. Bu yerda ozgina misollar ham keltirilgan kodlar bilan buni izohlarda o'qib olishingiz mumkin. Xulosa, Excel'dagi asosiy matematik funksiyalardan biri sum, average, min, max, count va boshqalar. Ular oddiydan murakkabgacha bo'lgan hisob-kitoblarni bajarishda juda ham katta yordam beradi.